Bugün seni kuning sevgilim, sen tug'ilgan kuning sevgilim, har qadamda yo'limda go'zallar, sen ulardan go'zal sevgilim. Ikkita xabar bor, biri muhim, ikkinchisi unchalik emas. Qaysi biridan boshlaylik? Unchalik emasidan boshlachi. Uylanmoqchiman. Jinnimisan? Yo, ne? Soppasomi? Uylanish nimaligini bilasanmi? Ha, bilaman haligi. Bu ilmu fan kushandasi-ku. Poq qo'y menga. Poq qo'y. Menga poq qo'y. Kimdir bilan uchrashuvga chiqishimni mendan iltimos qilma. Asabga tegyapti. Nega endi? Nega? Balki nimani his qilishimni bilish vaqti kelgandir-a? Senga dori olib keldim. Bardoz bilanmi yoki usiz? Ko'rinishing o'zgarmaydi. Qani ufla. Senga kuylab o'tirmayman. Tug'ilgan kuning bilan, tug'ilgan kuning bilan. Sen menga yoqasan. Limcho'gon. Salom. Shu yerga o'tirsam bo'ladimi? Men ham kitob o'qigani kelgandim. Siz bu yerga ko'p kelasizmi? Sizni biron marta uchratmaganman. Ha, ko'p kelaman. Ismingiz nima? Juda chiroyli ekansiz. Laylo ismim. Rahmat. Sizning ismingiz nima? Meni ismim Shohrux. Siz bilan tanishganimdan xursandman, Laylo. Men ham xursandman. Bilasanmi, Bonu? Men shahardagi eng nufuzli kompaniya xo'jayinini sevib qopman. Rostdanmi? Zo'r-ku. U ham meni juda ham sevar ekan. U Shohrux baliqchi nima bo'ldi? U tagi past baliqchini menga gapirma. U hozir sobiq erimning kompaniyasida tozalovchi bo'lib ishlayapti. U seni juda ham sevardi. Sen uchun jonini berishga tayyor edi. Qadriga yetmabsan, Dugon. Laylo, sizni ertaga yo'q demasangiz, tushlikka taklif qilsam maylimi? Xo'p, mayli. Salom, Shohrux. Yaxshimisiz? Ko'p kutib qolmadingizmi? Salgina ushlanib qoldim. Bunchalar go'zal qizni butun umr kutishga tayyorman. Laylo, yo'q demay kelganingiz uchun rahmat. Yuragimning dardisan, sen eng go'zal asarsan. Telbayu vora holim o'ylamay ketaverarsan. Joy olgansan yuragimdan, men o'payin qo'llaringdan. Yoshlar oqib ko'zlarimdan, kuzatadi izlaringdan.